Oxirgi 3 oyda 300 dan ziyod klinika egalari bilan to'g'ridan-to'g'ri kontaktda bo'ldik. Ularga konsultatsiyalar amalga oshirdik. 30 dan ziyod klinika egalari uchun maxsus offline treninglarni tashkil qildim. Mana shu vaqt mobaynida menga berilgan eng ko'p savol hamda eng og'riqli masala shundaki, bu 50 yil ishlaydigan shifokor bilan boshda kelishamiz, uni reputatsiyasini ko'taramiz, butun sarafan aynan mana shu shifokor atrofida ishlaydi. İjtimoiy tarmoqlarda olib chiqib, mana shu shifokorni ekspert ekanligini, kuchli mutaxassis ekanligini ko'rsatamiz va butun patsientlar oqimini aynan mana shu shifokorga bog'laymiz. Hammasi yaxshi bo'ldi, endi ishlaymiz degan vaqtimizda shifokor ketaman deyishni boshlaydi. Va agarda mana shu vaqtda, mana shu nuqtada ketadigan bo'lsa, bosh shifokor nafaqat klinika egasi sifatida yaxshi xodimdan, yaxshi shifokordan ajralib qolamiz, balki o'zi bilan yuzlab, minglab patsientlarni ham olib ketadi. Klientskiy bazani o'zi bilan olib ketadi. O'zimizni cho'ntagimizdan, o'zimizni konkurentimizga klientskiy baza yig'ib bergan bo'lamiz, bundan ham alam qiladigan. Undan-da og'riqli nuqtasi shundaki, shifokor ketdi ham deylik, klientskiy bazani olib ketdi ham deylik. Lekin biz endi yangi klientskiy bazani yig'olmaymiz. O'zimizga mana shu shifokordan mustaqil ravishda patsientlar oqimini yo'naltira olmaymiz. Qanaqa qilib mana shu muammodan xalos bo'lsak bo'ladi? Qanaqa qilib mana shu muammoni kompleksli hal qilsak bo'ladi degan savol bilan juda ham ko'p klinika egalari murojaat qilishdi. Ushbu videoda aynan ushbu muammoni ildizi bilan qanaqa qilib bartaraf qilishligini, uni qanaqa yo'llar bilan to'liq kompleksli yechish haqida to'liq ma'lumotlarni beraman. Agar siz klinika egasi bo'lsangiz, video oxirida mana shu berilayotgan nazariy bilimlarni o'zingizni klinikangizda qo'llashingiz uchun maxsus amaliyotga moslangan video rolik havolasini taqdim qilaman. Faqat siz klinika egasi bo'lsangiz va sizda mana shunaqa muammolar kuzatilayotgan bo'lsa yoki shifokor bilan yaqin vaqtlar ichida qanaqadir konfliktlar yuzaga kelishini his qilayotgan bo'lsangiz, videoni oxirigacha tomosha qiling. Xo'p, ushbu muammoga yechim berishdan oldin bitta narsani sizga aytib o'tmoqchiman. Shifokor ketib qolishi, o'zi bilan patsientlarni olib ketib qolishi yoki boshqa holatlar, bularning hammasi bu kasallik emas. Qo'shtirnoq ochilsin, tushunarli bo'lishi uchun. Bu kasallikning simptomlari. Simptomlarni bartaraf qilgan bilan tegidagi kasallikni yo'qotmasak, yana keyingi boshqa simptomlar, yana keyingi boshqa problemalar yuzaga kelaveradi. Shuning uchun keling, mana shu holatni keltirib chiqaruvchi haqiqiy sabablarni, haqiqiy mohiyatlarni o'rganamiz va ularni qanaqa qilib bartaraf qilish haqida sizga to'liq ma'lumotlarni beraman. Xo'p, mana 330 dan ziyod shifokorlar klinika egalari bilan to'g'ridan-to'g'ri kontakt qildim deb aytdim. Ma'lumotlarni oldik, konsultatsiyalar berdik. Sizga ba'zi bir bo'lgan real holatlarni ozgina tushuntirib beraman. Ba'zi bir klinika egalari o'ylayotgan bo'lishi mumkin, siz ham o'ylayotgan bo'lishingiz mumkin. Ketib qoladigan bo'lsa, shifokor o'zi bilan patsientlar oqimini olib ketadi. Bu katta problema, bu muammo, keyin men o'zimga patsientlar oqimini jalb qila olmayman. Bundan ham katta muammo deb o'ylayotgan bo'lishingiz mumkin. Lekin haqiqiy bundan-da masshtabi katta bo'lgan muammo aslini olganda mana shu shifokor klinikada qolish. Ha, ketib qolishdan ham ko'ra kattaroq problemalarga sabab bo'ladi. Nimaga? Mana shunaqa narsada biznesda, klinika biznesida, umuman hamma biznesda klient kimniki bo'lsa, o'shaning gapi gap, hamma narsani o'sha kontrol qiladi. Siz klinika egasi bo'lishingiz mumkin, bino sizniki bo'lishi mumkin, apparaturalar sizniki bo'lishi mumkin, pul sizniki bo'lishi mumkin. Hamma narsa sizning yelkangizga bo'lishi mumkin. Lekin patsientlarni mana shu shifokor olib kelyaptimi? Shifokor patsientlarni kontrol qilyaptimi? Shifokor jalb qilyaptimi? Hamma narsani bo'ldi. Haqiqiy klinikani boshqaruvchisi mana shu shifokor. Chunki bu shifokor ketadigan bo'lsa, ertaga hamma pul keladigan oqimingiz nolga aylanadi. Chunki patsientlar bilan tirik klinikangiz. Shuning uchun ham mana shunaqangi holatlar yuzaga kelganda, ya'ni klinika egasidan ham ko'ra shifokorni uroveni ko'tarilib ketganda, hamma narsani shifokor boshqarishni boshlagan vaqtida mana shu shifokor ketishi to'g'ri klinika uchun katta minus, qolishi ham plyus emas, qolishi undan da katta minus. Ya'ni o'sha aytilgandek
keyinchalik mana siz 50-50 do'g'ri bilan mana shu shifokor bilan boshida kelishgan bo'lsangiz, keyinchalik patsientlar oqimi to'liq kontrol mana shu shifokor qo'lga bo'lgandan keyin 60 ga qadar so'rashni boshlaydi. 70 ga 30 so'rashni boshlaydi. O'sha gaplashgan klinika egalarimizda 80 ga 20 beradiganlar bor. Tegida avtomashina olib berganlari bor, qolishi uchun, ishlashi uchun. Uy-joy qilib berganlari bor, kvartira olib bergan joylari bor. Viloyatdagi klinikalar olib borib o'sha yerda ishlashlari uchun. Aynan mana shunaqangi kompleksli muammolar zanjir bo'lib ketaveradi. Bundan tashqari hattoki shunaqangi holatlarni eshitganmiz, shifokorlar bir vaqt o'zida ikkita klinikada ishlashadi. A klinika, B klinika. A klinikada qabul qilgan, ambulatorda qabul qilgan patsientini B klinikaga olib borib davolayotgan holatlar, B klinikaga borib operatsiya qilayotgan holatlar, B klinikaning laboratoriya xizmatlaridan foydalantirayotgan holatlarni eshitib, prosta shokka tushdik. Vaholanki A klinikada ham laboratoriya xizmatlari, A klinikada ham operatsion xizmatlar bor, A klinikada ham statsionar xizmatlar bor, lekin B klinikada uni foiz kattaroq. B klinikada o'zi xohlagan narxni belgilay oladi. Lekin A klinika mana shu patsientni o'ziga jalb qilish uchun pul xarajat qilyapti. Marketingga, targetologga, mobilografga, SRFga, sotuv bo'limiga, reklamaga xarajat qilib, mana shu patsientni o'ziga yo'naltiryapti. Shifokor esa uni A klinikada qabul qilib, B klinikada olib borib davolayapti. Ambulator xizmatlardan katta foyda qolmaydi. Haqiqiy daromad operatsion xizmatlardan, statsionar xizmatlardan, laboratoriya xizmatlardan, haqiqiy go'shtli qismi o'sha yerda. Lekin A klinikada shu ambulator xizmatlarda 200 ming, 300 ming yoki mana vaholanki 400 ming so'm konsultatsiyasidan shuni 50% berib ketyapti klinikada, lekin haqiqiy daromadni B klinikaga olib borib qilyapti. Bunaqangi holatlar faqat va faqat minusga ishlaydi. Faqatgina sizda reputatsiyangizga zararga ishlaydi. Siz nafaqat patsientni sotib olyapsiz. Agarda mana shu B klinikaga olib borib davolagan bemorda qanaqadir bir bo'sh holatlar bo'ladigan bo'lsa, nojo'ya holatlar bo'ladigan bo'lsa, ertaga orqa fonda sarf marketing bo'layotganda, tavsiya qilinayotganda B klinikani yomonlamaydi. B klinikada borib men shunaqa yomon bo'lib qoldim-da, operatsiya qildiraman deb. B klinikada davolanaman deb men shunaqa yomon holatga tushib qoldim deb aytmaydi. Sizlikda A klinikani qarang. A klinikada chunki birinchi kontakt yuzaga kelyapti. O'zingizda cho'ntagingizdan, o'zingizda konkurentingizga patsient yetkazib berishdan tashqari, uni hamma negativini, uni ishiga javobgarlikni ham o'z yelkangizga olyapsiz. Bularning hammasini kelib chiqish sababi bitta. Shifokor ham sotuv qismiga, ham patsientlarni davolash qismiga to'liqligicha ishonch topshirgan. To'liqligicha mas'ul bo'lgan. Siz agarda ertaga shifokor ketib qolgan vaqtida patsientlarni ham o'zi bilan olib ketib qolmasligi uchun yoki ertaga sizdan olgan patsientini boshqa klinikaga olib borib davolamasligi uchun yoki yana boshqa qanaqangidir holatlar yuzaga kelmasligi uchun siz mustaqil vrachga qaram bo'lmagan holda klinikangizga o'zi patsientlar oqimini yaratish kerak. Hech kimni abadiy oldingizga olib qora olmaysiz. Hamma vaqti keladi ketadi. Oilaviy sabablar, moliyaviy sabablar yoki boshqa yaxshiroq takliflar yoki sog'lig'idagi muammolar tufayli ham shifokor istagan vaqtida ketadi. Mana shu vaqtida butun bir boshli millionlab xarajat qilgan klinikangiz bitta yiqilishini xohlamasangiz, hozirdan o'zingizda alohida vrachdan mustaqil ishlaydigan sotuv strategiyalaringiz, sotuv voronkalaringizni ishlab chiqishingiz kerak. Aynan mana shu voronkalar orqali vrachdan mustaqil sizga patsientlar oqimi yo'naltirilgan bo'lishi kerak. Bitta shifokorga to'liq qaram bo'lib qolishda yana bitta katta minus bor. Klinikada hech qachon o'sish bo'lmaydi, hech qachon rivojlanmaydi. Misol uchun bitta shifokorning vaqtini olaylik. Mana 8 dan 5 gacha ishlaydigan vaqt rejimi, 8 soatlik ish rejimini olaylik. 70% mana shu 8 soatning 70%ni faqatgina patsientlarni qabul qilishga sarflaylik. Obedlar, ozgina dam olishlari, pelikurlari va hokazolar, tanaffuslarini chiqarib tashlaylikda 70% напряженность bilan ishlaydi. Bir kunda qabul qilib yarim soatdan agar konsultatsiya yoki yarim soatdan har bir bemorga vaqt ajratilgan bo'lsa, 10 ta, 11 ta, balki 15 ta, balki 20 ta qabul qiladi. Lekin 100 ta, 200 ta, 300 ta, 500 tani qabul qila olmaydi bitta shifokor o'zi. Vaholanki siz butun klinikangizni patsientlar oqimini bitta shifokorga bog'ladingizda, mana shu shifokorni zilzila qildingiz. Hamma joyda mana shu shifokorni gapirdingiz, klinikangiz emas.
ijtimoiy tarmoqlarda mana shu shifokorni ekspertligini ochib berdingizda ko'rsatdingiz. Endi katta potok kelyapti, lekin kelayotganlar aynan mana shu shifokorning xizmatlaridan foydalanaman deb turib oladi. Urolog bo'lsa, yoniga yana bitta urolog qo'yib qo'ying, ulgurmayapti deb kelayotgan patsientlar oqimi ikkinchi urolog xizmatlaridan foydalanmaydi. Stomatolog ikkinchi stomatolog xizmatlaridan foydalanmaydi. Endokrinolog, ginekolog farqi yo'q. Chunki ularning ko'z o'ngida faqatgina mana shu shifokor, kuchli ekspert, mana shu shifokorgagina ishonadi. Shuning uchun ham agarda siz butun patsientlar oqimini birgina shifokorga ishonib qoladigan bo'lsangiz, nafaqat uning injiqliklari, uning kaprizlarini ko'tarishingiz, ertaga ketib qolganda patsientlaringizni yo'qotishingiz va hokazo, balki kengaya olmaysiz ham. Kengaya olmaysiz, chunki bir kunda 30 tadan ziyod patsient qabul qiladi. Bir kunda masalan 20 tadan ziyod patsient qabul qilolmaydi yoki bir kunda 25 ta konsultatsiyadan ziyod konsultatsiya bera olmaydi xohlagan taqdirda. Kelayotgan patsientlar esa boshqa shifokor xizmatlarida foydalanmaydi klinikangizdagi. Boshqa filiallarni ochish haqida gap so'z bo'lishi mumkin emas. Shuning uchun ham aynan yuqoridagi muammolarni hal qilishingiz uchun, tizim bilan ishlashingiz uchun sizda alohida, ya'ni shifokordan sotuvda ajratishingiz kerak. Hozir shifokor bir vaqt o'ziga ham sotuv ishlarini bajaryapti, ham patsientlarga davolash ishlarini amalga oshiryapti. Sotuv ishlari nima degani? Bu bozorga yurib bitta sotmayapti. Mana patsientlarni o'ziga jalb qilish, yangi patsientlar oqimini o'ziga jalb qilish, oldin kelib ketgan patsientlarni qayta konsultatsiyaga, qayta tekshiruvlarga yo'naltirish. Bitta kelgan patsientni butun oilasi bilan qamrab olish ehtiyoji bor bo'lganlarni albatta yoki ulardan sarafon olish ishlarini albatta shifokor emas, buni to'laqonli alohida bir bo'lim ishlashi kerak bo'ladi. Sizga yana bir muhim ma'lumotni kelganda aytib ketmoqchimanki, klinikani haqiqiy daromadi, haqiqiy foydasi aslini olganda birinchi marta kelgan patsientlardan bo'lmaydi. Qayta keladi. Oldin sizning xizmatlaringizdan foydalanib ketgan patsientlardan. Oldin sizning misol uchun laboratoriya xizmatlaringizdan foydalangandir. Oldin sizning statsionar xizmatlaringizdan foydalangandir. Oldin ambulator xizmatlardan foydalangandir yoki operatsion xizmatlaringizdan foydalangandir va hokazo reabilitatsiya xizmatlaringizdan foydalangandir. Oldin sizning qaysidir xizmatingizdan foydalangan patsientlar sizning haqiqiy xazinangiz hisoblanadi. Endi siz klinika egasi bo'lsangiz, bitta savolga javob bering. Shifokor bir kunda oldin xizmatlardan foydalanib ketgan, klinikaning xizmatlaridan foydalanib ketgan patsientlarni nechtasi bilan kontaktda bo'ladi? Nechtasini jalb qiladi? Bilmaysiz. Katta ehtimol bu ko'rsatkich nol. Chunki mana shu shifokor hali oldiga kelib turgan patsientlarni dardiga yechim berish bilan band. Hali ularga qayta qo'ng'iroq qilib, qayta holatini bilib, qayta holat-ahvol so'rash u yoqda tursa, qayta ularni jalb qilish, oila a'zolarini jalb qilish, ulardan sarafon olish, qo'shimcha kontaktlar olish yo'lda tursa, oldiga kelib turganlarga, navbat eshikda kelib turganlarga ulgurmayapti. Vaholanki siz bir kunda 20 tadan patsient qabul qildi deylik, 30 kun ishladi deylik, mana dam olishsiz 30 kun ishladi deylik, 600 ta patsient qabul qildi. Lekin sizda butun boshqa klinikangiz, arendasi, naloglari, bino xarajatlari, apparaturalangiz, ishchilarning oyliklari, soliqlaringiz hammasini hisoblasak, balki 600 ta bilan ham nolga chiqmassiz. Ya'ni butun xarajatlaringizni qoplay olmassiz. Sizda kichkinadir 200 mingdir, 300 ming, 400 mingdir, 500 ming. Reklama xarajatlaringiz va hozirmana SMMga ajratishingiz kerak, targetga pul ajratishingiz kerak, reklamaga pul ajratishingiz kerak. Mana shularni hisoblasangiz, siz bir oyda 600 taga ulgurayotgandir shifokor, lekin siz nolga chiqishingiz uchun 1000 ta patsientga xizmat ko'rsatishingiz kerak deb. Lekin siz 1000 ta patokni o'ziga jalb qilganingiz bilan ham bu shifokor bir oyda 1000 taga kuchi yetmaydi. Shuning uchun ham nima qilish kerak mana? Ishlagan yechim. O'zbekiston bozorida ham kattaroq klinikalar, setovoy klinikalar, Shohmat klinikasi deymiz, Akbar Midline deymiz ham. Yoki yana boshqa klinikalarni misol keltiramiz ham, ularda ishlayotgan yoki mana bizdan tibbiyot bozori oldinda bo'lgan, bizdan rivojlangan bo'lgan Qozog'iston bozorini misol keltiramiz. Rossiya bozorini misol keltiramiz ham, Turkiya bozorini misol keltiramiz ham yoki Yevropa bozorini misol keltiramiz ham. Hammasida sotuv qismi, umuman patsientlarni o'ziga jalb qilish qismi aynan shifokordan alohida. Shifokor faqat oldiga kelgan patsientlarni davolash bilan, tibbiy holatiga javob berish bilangina shug'ullanadi. Aksariyat klinikalarda o'sha yuqorida aytgan 330 ta klinikani 70-75% bilan patsientlarni to'laqonli jalb qilish birgina shifokorni bo'yniga yetkazib. Shuning uchun ham yuqorida alohida aytib o'tdim,
shifokor ketib qolganda patsientlarni o'zi bilan olib ketib qolishi bu kasallik emas. Bu kasallikning simptomi, belgisi. Haqiqiy kasallik shifokorga bir vaqt o'ziga ham sotuv, ham davolash yuklatilganligida. Undan sotuvni ajratishimiz kerak bo'ladi. Ana o'shanda nafaqat mana shu muammodan, balki keyinchalik ham yuzaga kelishi mumkin bo'lgan boshqa muammolardan xalos bo'lsangiz bo'ladi. Birgina misol keltiraman. Poyga ketyapti hozir. Mana poyga klinikalar o'rtasida har bitta patsient o'ziga jalb qilish uchun juda kuchli konkurensiya ketyapti. Hozir qaysidir yaxshi o'ziga e'tibor beradigan inson birinchi navbatda qaysidir klinikani tanlashdan oldin birinchi ularni ijtimoiy tarmoqlar orqali o'rganadi. Va pastdagi raqamlar orqali bog'lanadi, telefon qiladi call centerga, ozgina podachasini o'rganadi, ma'lumotlarni o'rganadi, xat-xotini ko'radi, informatsiyalarni olib, ana undan keyin boradi. Yuqori chekli xizmatlarda hamma mana shunaqangi harakatlarni qiladi. Agarda siz faqatgina ekstremniy holatda tishi juda qattiq og'rib qolganda yoki sog'lig'ida juda jiddiy problem bo'lib qolganda keladigan patsientlarga suyanib qolish xohlamasangiz, ilojingiz yo'q. Mana shu sotuv mexanizmlarini yo'lga qo'yishingiz kerak. Chunki shifokor baribir sotuvchilik podxod qila olmaydi. Shifokorni vaqtinga yetmay to'liq tushuntirib berishga. Shuning uchun alohida bir strategiya bilan mana shu patsientlarga podacha qilishingiz kerak, podxod qilishingiz kerak. Birgina shifokorning o'zi yoki sizning o'zingiz bu proseslarni amalga oshirishga ulgurmaysiz. Bitta narsani alohida aytib o'tmoqchiman. Klinikada, umuman olganda klinika bo'ladimi, boshqa qanaqangidir biznesda bo'ladimi, sotuvlarni alohida ajratish, ya'ni hozir siz klinika egasi bo'ladigan bo'lsangiz, shifokordan sotuvni alohida ajratib buni bitta bo'lim sifatida tashkillashtirish bu oddiy ish emas. Bu bir kunda, bir soatda yoki bittagina qaror bilan yoki bittagina pechat bilan hal bo'ladigan ish emas. Siz etap bu narsani tashkillashtirishingiz kerak. Agarda hozir siz mana sizda hozir shifokor nomer 1 bo'ladigan bo'lsa klinikangizda, butun boshli sotuvlar, ya'ni patsientlarni jalb qilish, butun boshli hammasi shifokorning o'zining zimmasida bo'ladigan bo'lsa, butun klientskiy baza shifokorda bo'ladigan bo'lsa, hozir uni o'rniga srazu alohida sotuvni bilan shug'ullanadigan sotuv bo'limini tashkil qilib qo'yadigan bo'lsangiz, bu klinikangiz uchun juda katta krizislarni olib keladi. Buni etap amalga oshirishingiz kerak. Sotuv bo'limini tashkillashtirish siz o'ylaganchalik oson emas. Siz o'ylaganchalik bitta qaror bilan, bitta qadam bilan bo'lmaydi. Bu poetapniy bo'ladi. Aks holda siz hozir ishlab turgan, to'g'ri, noto'g'ri ishlayapti, qiyshiq ishlayapti. Siz xohlagandek natija bermayotgan bo'lsa ham, lekin ishlab turibdi. Mana shu butun boshli prosessingiz tugab qoladi, to'xtab qoladi. Shuning uchun buni poetapniy amalga oshirish kerak bo'ladi. Ya'ni adaptatsiya jarayonini o'tib olishingiz kerak. Mana patsientlar davolanib chiqqandan keyin, kasalliklarni yengib o'tgandan keyin ham sog'lom hayotga qaytishi uchun etap reabilitatsiya qilgandek, siz ham etap reabilitatsiya qilishingiz kerak sotuv. Lekin bitta narsani to'g'ri tushuning, hozir siz shifokordan sotuvni olib, sotuv funksiyasini olib, boshqa bir shaxsga bera olmaysiz. Boshqa bir insonga bera olmaysiz. Siz bera olasiz, tizimga bera olasiz. Sotuv tizimini yarata olsangizgina, mana shu jamoa bilan yarata olsangizgina sotuv tizimingizni, o'shanda siz shifokordagi sotuv funksiyalarini o'chirib, bemalol foydalansangiz bo'ladi, bemalol ishlatsangiz bo'ladi. Muammoni aslini olganda bundan ham chuqurroq, ya'ni nima uchun o'zi aslini olganda jamoa qurib, marketolog ol, targetolog ol, SMMchi ol, mobilograf ol, videolarga tushish uchun chiroyli bir brand face ol, ularni montaj qil, joyla, target yo'q, reklama yoqib, ana undan keyin patsientlarni jalb qil, ularga keyin sotuv operatorlar bog'lanib, telefonda gaplashib, ularni jalb qilish kerak deyishingiz mumkin. Bu narsa o'zi nima uchun kerak deyishingiz mumkin. Aslini olganda bu patsientlarni yo'qotishdan ham ko'ra, patsientlaringizni shifokor olib ketib qolishdan ham ko'ra yoki boshqa protsesslardan ham ko'ra bitta narsani tushunishimiz kerakki, hozir odamlar dunyoqarashi o'zgarib ketdi. Oldin odamlar qachon shifokorga borardi? Oldin odamlar shifokorga qachonki misol uchun bitta tish misolida ko'radigan bo'lsak, qachonki tish yiringlab, shishib, bir hafta bolnonlar ichib, to og'rib qolmaydigan darajada bo'lgandan keyingina stomatologga boriladi. Bu vaqtda u eng yaxshi stomatolog kim ekan deb bitta qidirib o'tirmasdi. O'ziga eng yaqin bo'lgan yoki kimdir tavsiya qilgan yoki oldindan bilgan shu stomatologning oldiga borardi.
hozir odamlar o'zini sog'lig'iga anchagina e'tibor. Odamlar o'sha kasallik paydo bo'lishidan oldin yoki mana shu kasallik endi boshlanayotgan vaqtida sekin nima deydi, o'ziga yaxshi stomatolog qidirishni boshlaydi. Bu vaqtda sizda bitta narsani to'g'ri tushunishimiz kerak. Mana ko'pchilik aytadi, hattoki ijtimoiy tarmoqlardagi ba'zi bir videolarni izohlarda yozishadi, "Sen tibbiyotni sotuv bilan aralashtirma. Tibbiyotda sotuv bo'lmaydi. Yaxshi shifokor bo'lsa o'zi patsient keladi" deb aytishadi. Bu 10 yil oldingi gap. Hozir unaqa emas. Mana xususiy klinika haqida gapiryapman, xususiy sektor haqida gapiryapman. Xususiy klinika, xususiy sektorga borayotganda, pul berayotganda siz shifokor sifatida sotuvchiga aylanmasligingiz mumkin, sotuvda aralashtirmayman deyishingiz mumkin, lekin o'sha bemor kasallik bilan kelgan vaqtda u bemor, lekin kasalligi tugagandan keyin sizga pul berish kerak bo'lgan vaqtda u mijoz. U mijozdek fikrlashni boshlaydi. Bu narsa sizga bog'liq emas. U sizga pul berishni boshladimi? Bo'ldi. Pul hisob-kitob qilishni boshladingizmi? Sizdan 2 million deyishni boshladingizmi? U mijoz pozitsiyasiga o'tadi. O'sha vaqtida siz xohlaysizmi, xohlamaysizmi, sotuv strategiyalari, sotuv voronkalari yo'lga qo'yishingiz kerak bo'ladi. Chunki mijozlar aynan sotuv voronkalari bilan yurib qarorlarni qabul qilishadi. Shuning uchun hozir agarda siz yuqorida aytilayotgandek alohida shifokorlarni patsientlaringizni o'g'irlab ketishi uchun emas, aslini olganda tegidagi chuqurroq og'riq shundaki, siz zamon bilan hamnafas bo'lish uchun, ertaga konkurensiyaga yutqizib qo'ymasligingiz uchun, hozirgi bor imkoniyatlaringizni ham yutqizmasligingiz uchun konkurensiyangizga hozir patsientlarga iloji boricha ko'proq podxod qilishingiz kerak. Ko'proq podacha qilishingiz kerak. Ko'proq ularga e'tibor qaratishingiz kerak. Oldingidek munosabatda hozirgi insonlar qabul qilmaydi sizni xizmatlaringizni. Oldingidek podacha qiladigan bo'lsangiz, oldingidek "San sog'lig'ing kerak-ku" deb kuttiradigan bo'lsangiz, unaqa bo'lmaydi. Hozir konkurensiya juda ham ko'p. Bir yilni o'zida necha minglab mana tibbiyot oliygohlarini bitirishyapti. Studentlar, talabalar, ularning aksariyati o'zining xususiy klinikalarni ochyapti. Chet eldan qancha xususiy klinikalar, Turkiya klinikalari, Ukrainadan qancha shifokorlar kirib keldi, mana Rossiya klinikalari, Yevropadan qancha klinikalar kirib kelyapti. Chunki biz endi katta bozormiz. Endi siz mana shu konkurensiyaga chidashingiz uchun, konkurensiyaga bardosh berishingiz uchun siz majbursiz ularga to'liqroq podacha qilishingiz. Endi ularni nafaqat bemor sifatida qabul qilishingiz, nafaqat ularning sog'lig'i, salomatligi haqida qayg'urishingiz, balki ularni inson sifatida qabul qilishingiz, ularning ehtiyojlarini to'g'ri anglashingiz, ularning emotsional holatini ham his qilishingiz, ularga emotsional ham yordam berishingiz kerak. Faqatgina retsept yozib berib, faqatgina dori-darmon emas, ularni endi ichiga, qalbiga kirib borishingiz kerak bo'ladi. Ana shu orqaligina siz konkurentlaringiz bilan musobaqa qila olasiz. Ana shundagina siz konkurentlaringizga qanaqadir javob bera olasiz. Oldingidek, o'zi sog'lig'iniki kerak bo'lsa keladi deydigan bo'lsangiz, hozir bu narsalar ishlamaydi. Va o'sha aytganimdek, hozir qaror qabul qilish protsessi kattalashgan insonlarda, ya'ni oldin tez qaror qabul qilingan bo'lsa, kasallik qolgandan keyin yoki boshqa bo'lgandan keyin, hozir qaror qabul qilish vaqti kuchaygan, keyin cho'zilgan, kattalashgan. Birinchi hamma joyda o'rganishadi, tanishlaridan, yaqinlaridan so'rashadi, klinikani, shifokorni, ijtimoiy tarmoqlar bo'lsa, ijtimoiy tarmoqlarni ko'rishadi, videolar bo'lsa, videolarni ko'rishadi, call centerlarga telefon qilishadi, boshlang'ich ma'lumot Telegram kanallariga o'tishadi, o'rganishadi, maslahatlashishadi, ana undan keyin sizning xizmatlaringizdan foydalanishga borishadi. Sababi ularda vaqt bemalol, chunki ular shu kasallikka tiqilib qolgan vaqtda, tupikka tushib qolgan vaqtidan oldin o'zining sog'lig'iga e'tibor qaratishni boshlayapti. Ularda yetarlicha vaqt bor, chunki ularda hali kasallik pik nuqtaga yetib bormagan. Aynan mana shu proseslar bo'layotganligi uchun, ya'ni qaror qabul qilish jarayoni kattalashgani uchun siz patsientlarni o'zingizga jalb qilishingiz uchun endi birgina shifokorni o'zini yoki birgina sizni o'zingizni yoki birgina qisqa 30 sekundlik, 40 sekundlik videoni o'zi yoki bitta televideniyega reklamangiz yoki bitta bannerda o'zi yetmaydi. Inson ular bilan gaplashish kerak. Telefonda "Allo, assalomu alaykum, yaxshimisiz? Sog'lig'ingiz yaxshimi? Kayfiyatingiz qanaqa? Bizga murojaat qilgan ekansiz, bir xabar olaylik, nima shikoyatingiz bor?" degan gapni eshitishlari kerak. Chunki ular endi insonga munosabat qilgandek munosabat qilishni boshlashingiz kerak. Lekin yuqorida aytilayotgan hamma qilinishi kerak bo'lgan ishlarni bitta o'zingiz bajara olmaysiz yoki bitta shifokorda o'zi bajara olmaydi. Buni bajarish uchun butun boshli jamoa bilan yo'lga qo'yishingiz kerak. Butun bir boshli jamoa sizda ishlashi kerak.
sotuv bo'limi, ya'ni bu uchun siz alohida sotuv bo'limi tashkil qilasiz. Bunda sizda sotuv menejerlaringiz, ROP bo'lishi kerak, обязательно marketologingiz bo'lishi kerak, targetologingiz bo'lishi kerak, SMMchingiz bo'lishingiz kerak yoki mana brand face'da bo'lishi kerak sizda. Ya'ni umumiy hisobda 10 kishilik, hattoki 15 kishilik, 20-30 kishilik siz butun boshli jamoani ishga solishingiz kerak bo'ladi. Aynan mana shu protsesslarni yo'lga qo'yishingiz uchun. Lekin bitta narsani hisobga oling. Agarda siz mana shu protsesslarni yo'lga qo'yib, haqiqatdan ham o'zingizga patsientlar oqimini jalb qila olsangiz, yaqin 5 yilda, yaqin 10 yilda siz konkurentlaringizdan anchagina oldinga chiqib ketasiz. Yaqin 5-10 yilda konkurentlaringizdan anchagina oldinga chiqib ketasiz. Nimaga? Chunki sizda patsientlaringiz bilan emotsional yaqinlik, emotsional birlik paydo bo'ladi, sotuv bo'limini alohida qiladigan bo'lsangiz. Chunki baribir shifokorda vaqti misol uchun cheklanganda, u hamma bilan o'tirib dardini, emotsional holatlarini, his-tuyg'ularini, uning ichida nima kechayotgan kechinmalarini eshitishga yoki undan xabar olib turishga, unga to'xtovsiz telefon qilib turishga vaqti, imkoniyati, kuchi, energiyasi yetmaydi. Agarda siz sotuv bo'limini tashkillashtiradigan bo'lsangiz, aynan mana shu protsesslarni ular amalga oshirishadi. Yuqorida aytganimdek tasavvur qiling, siz patsient sifatida o'z oldingizga tasavvur qiling, siz bank klinikadan foydalandingiz, xizmatlaridan foydalandingizda, yaxshisiz hozir holatingiz, operatsiya bo'ldingiz, boshqa bo'ldingiz, hamma to'lovlarni amalga oshirdingiz, ketdingiz. Lekin oradan 10 kun o'tdi, 15 kun o'tdi, mana sotuvchi qizlarim sizga telefon qilyapti, men sotuv bo'limlarimda. Abdurashid aka yoki Dilfuza opa yaxshimisiz? 10 kun oldin siz bilan bir operatsiya qilgandik, bir sizdan holat so'rab qo'ydik. Shifokorimiz aytib o'tdilar, bir holatlarni bilib qo'yaylik deb. Qanday sog'lig'ingiz? Salomatligingiz yaxshimi? Kayfiyatlaringiz qanaqa? Nima bo'lyapti sog'lig'ingizda? Bizga sizning sog'lig'ingiz juda ham muhim deyiladigan bo'lsa, tasavvur qiling, mana shu insonni ichki ana unaqasi qanchalik, ichki sizga bo'lgan hurmati, ichki munosabati qanchalik yuqori bo'ladi. Yana bu bir oiladan keyin telefon qildingiz, tug'ilgan kunlarga telefon qilib tabriklab qo'yishdi, jumalar bilan telefon qilib tabriklab qo'yishdi. Bu sizga ko'rinmaydi, buning rezultati. Rezultat nima bo'ladi? Mana men sizga tushuntirib beraman. Qattiqroq o'tirishganda, kattaroq klubda o'tirishganda, qarindoshlari, og'aynilari, do'stlari bilan o'tirgan vaqtida ishoning nimadir mavzu ketadigan bo'lsa, qayerda davolandik, nima bo'ldi, qanaqa bo'ldi, ozgina sog'lig'ini gapiradi, sizlarni qilgan podachinglarni hisobida sizlarni rekomendatsiya qilishni boshlaydi. Tavsiya qilishni boshlaydi. Bu qizlari menga to'xtamasdan telefon qilib turishadi. Holat so'rab turishadi. Tug'ilgan kunlarini tabriklab turishadi. Jumalar bilan tabriklab turishadi. Meni holatimda nimadir problema bo'lsa, operatsiya bo'lgan 3 oy bo'ldi. Telefon qilsam call centerga sразу telefonni ko'tarib javob yozishadi. Sразу meni shikoyatlarni qabul qilib olishadi. Shifokor keyin menga yarim soatdan keyin, 1 soatdan keyin olib kelishadi. Zo'r klinika. Tasavvur qiling, qanaqangi katta patok mana shu ikki og'iz so'zni orqasidan sizga keladi. Qanaqangi katta patok sizga yig'iladi. Bundan tashqari aynan mana shu qayta qo'ng'iroqlar orqali, to'g'ri qiymatlar berish orqali siz mijozlarni oshirishingiz mumkin. Keyinchalik kasal bo'lishini tilamaymiz. Keyinchalik yana sog'lig'ida qanaqadir muammo bo'ladigan bo'lsa, qanaqadir yoki qarindoshlari, farzandlari, ota-onasi, opa-singillari o'rtasida qanaqadir muammo bo'ladigan bo'lsa, sog'lig'i bilan birinchi xayolga siz kelasiz. Birinchi siz oldingizda. Bu narsa sizga misli ko'rilmagan potensial beradi. Faqatgina bu narsani to'g'ri yo'lga qo'yishingiz kerak bo'ladi. To'g'ri yo'lga qo'yishingiz kerak bo'ladi. Hamma narsasi. Qachonki siz bitta patsient keldi, mana shuni oila a'zolarini o'zingizniki qilib olsangiz, mana shuni qarindoshlarini o'ziniki qilib olsangiz, u sizni to'g'ri sarafan qilishni boshlasa, sizni rekomendatsiya qilishni boshlasa, o'zining sog'lig'ida qachondir muammolar yuzaga kelganda birinchi navbatda sizni eslaydigan bo'lsa, mana bu sizning haqiqiy xazinangiz. Mana bu sizning haqiqiy potensialingiz. Mana bu sizda tugamaydigan, bitmaydigan resurslar hisoblanadi. Lekin bu narsalarning hammasi emotsional yaqinlik ustida, his-tuyg'ular ustida quriladi. Ishoning, men zo'r shifokor bo'lsam, klinikangizdagi shifokor, lekin 1 oy, 2 oy, 6 oydan keyin esdan chiqib ketib qoladi agarda kontakt bo'lmaydigan bo'lsa, emotsional yaqinlik bo'lmaydigan bo'lsa. Bizani o'zimizda mana sotuv bo'limida ishlagan vaqtimizda yoki sotuv bo'limlarini tizimlashtirib o'tgan vaqtimizda aynan shifokorning qo'polligi bilan shifokorni asabiy, agressiv holatdan noligan, ranjiganlar juda ham ko'p bo'lgan. Shuning uchun ham hozir agarda siz konkurentlaringiz bilan ertaga mana
hozir lidlar arzon, bitta patsiyentni jalb qilish narxi arzon. Ertaga 2-3 yildan keyin bu juda qimmatlashib ketadi, lekin u vaqtda bu narsaga kech qolasiz. Hozirdan emotsional yaqinlik qilib, hozirdan ular bilan отношенияларingizni yaxshi qilib oladigan bo'lsangiz, ertaga konkurentlaringiz siz bilan bahslashishga juda qiynalishadi. Ertaga konkurentlar sizni yenga olmaydi, ertaga bozordan chiqa olmaydi. Buning uchun esa siz to'g'ri sotuv bo'limini tashkillashtirishingiz kerak. Shifokordan mustaqil ishlaydigan bo'lish kerak. Shifokorga qaram bo'lmagan sotuv bo'limini tashkil qilishingiz kerak bo'ladi. To'g'ri, shifokordan sotuvlarni alohida qilish, patsientlar oqimini alohida jalb qilish bu zo'r narsa. Ertaga kengayish uchun ham, ertaga patsientlarni yo'qotib qo'ymasligi uchun ham, ertaga shifokorlar olib ketib qolmasligi uchun ham, ertaga qanaqadir muammolar yuzaga kelmasligi uchun ham zo'r instrument. Lekin sotuv bo'limi bu bankrotlikka olib borib qo'yishi mumkin. Agar uni to'g'ri tashkil qilmasangiz, agar uni to'g'ri yo'lga qo'ymaydigan bo'lsangiz. Bizni kesimda ham bo'lgan bunaqa holat. Bitta klinikada biz sotuv bo'limi outsource sifatida ishlaganmiz. Video qoldiraman. Aynan mana shu klinika haqida men katta video material tayyorlaganman. Bir o'tib havola orqali o'tib ko'ring. Noto'g'ri sotuv bo'limini tushunmaganligi uchun ish prosesslarini, sotuv bo'limi qanaqa tashkillashtiriladi, uning ish jarayonlari qanaqa bo'ladi, buni tushunmaganligi uchun klinik 18 yillik klinik bankrotlik yoqasiga. Bankrotlik yoqasiga kelgan, bizni aytib tushuntirganimizga qaramagan holda. Shuning uchun ham aynan sotuv bo'limini tashkillashtirmoqchi bo'ladigan bo'lsangiz, o'zingizni klinikangizda birinchi navbatda buning ilmini olishingiz kerak. Birinchi navbatda bu narsani tushunib olishingiz kerak. Mana birinchi sotuv bo'limini tashkillashtirishdan oldin siz qilishingiz kerak bo'lgan qadamlarni sanab o'taman. Birinchi navbatda siz org struktura qurishingiz kerak. Klinikangizda bor org struktura bilaman. Bu mana org struktura siz uchun yengil so'zda aytilishi mumkin. Bor bu narsa. Organization strukturasi, ya'ni mana sizda shifokorlar bor, vrachlar bor, medsinistlar bor, laborantlar va hokazo, vrach va hokazo bu etapingiz bor, davolash qismida bor. Lekin sotuv qismida ham bo'lishi kerak sizlar. Misol uchun mana org struktura qanaqa? 330 ta klinika bilan gaplashdingizmi? Kontaktda bo'lib boshqa bo'ldingizmi? Aksariyat 70-80-90% shunaqaki, yoki klinika egasi yoki shifokorning o'zi hamma ishga javob. Moliyachi ham o'zi, sotuvchi ham o'zi, shifokor ham o'zi, davolovchi ham o'zi, xizmat ko'rsatuvchi ham o'zi, kuryer ham o'zi, buxgalter ham o'zi, ya'ni hamma ishga o'zi javobgar. Sement zavod ketsa, men g'isht tushish ketsa, men aynan mana shunaqa holat bo'lmasligi kerak. Birinchi navbatda siz sotuv bo'limini tashkillashtirishdan oldin sotuv qismida org strukturani tuzib olishingiz kerak. Misol uchun mana siz klinika egasimisiz, klinika egasi bo'ladigan bo'lsangiz, strukturani boshlaysiz. Ana undan keyin sotuv bo'limingizda kimlar kerak? Marketolog kerak obязательно. Marketologning vazifasi nima? Sizni patsientlaringizni portretda, ularning haqiqiy ehtiyojlarini aniqlab, ularga qanaqangi kreativlar berish orqali, ularga qanaqangi takliflar, offerlar berish orqali ularni o'zimizga trek qilsak bo'ladi. Birinchi kontaktni qanaqa qilsak bo'ladi? Marketolog. SMM komandangiz. SMMchiz alohida, marketologingiz alohida. Marketolog sizning umumiy konsepsiyangizni tuzib beradigan bo'lsa, sotuv prosesslaringizda, marketing prosesslaringizda SMM mana shu marketolog tuzib bergan strategiya asosida qanaqa qilib ijtimoiy tarmoqlardan tortsak bo'ladi patsientlarning e'tiborini. Qanaqa qilib ijtimoiy tarmoqlar orqali ularni o'zimizga jalb qilsak bo'ladi. Aynan mana shunday bo'ladi. Modelograf chop qiladi. Targetolog target reklamalar bilan ishlaydi. Ana undan keyin mana shu attractionlar bo'lgandan keyin, marketing jamoasi qurgandan keyin, ana undan keyin sotuv bo'limi tushgan zaявkalar, tushgan murojaatlarga qo'ng'iroq qilib, gaplashib, holatlarni aniqlab, o'sha CRMlarga kiritib, ana undan keyin ularga takliflarni, offerlarni, konsultatsiya, vrach konsultatsiyasi taklif qilish mumkin, laboratoriyani taklif qilish mumkin yoki operatsion xizmatlarni taklif qilish mumkin. Hammasini ko'rib, bitta birinchi qilishingiz kerak bo'lgan narsa, to'g'ri davolash qismida bor, klinikangizning ichida bor org struktura. Lekin sotuv prosesslaringiz ichida, sotuv bo'limingizda o'zida birinchi navbatda org struktura qurishingiz kerak. Bu hamma uchun individualniy bo'ladi. Bu hamma klinikaga umumiy shablon mavjud emas. Klinikani holatdan kelib chiqib, joylashgan lokatsiyasi, patsientlarning portretidan kelib chiqib, ish prosesslaridan kelib chiqib, jarayondan kelib chiqib, org struktura tuzilishi maqsadga muvofiq bo'ladi. Ikkinchi qilishingiz kerak bo'lgan narsa bu albatta fin model tuzishingiz kerak. Ya'ni fin model nima degani? Misol uchun siz necha puldan xizmatlarni sotishingiz kerak, bir oy davomidagi hamma xarajatlaringizni qoplashingiz uchun. Necha puldan nechta odamga qanaqa xizmatlaringizni sotishingiz kerak? Marjingiz qancha? Biznesning o'zi rentabelligi qancha? LTVs qancha? CACs qancha? Qancha foyda ko'rasiz? Qancha daromad qilasiz? Nimaga rasxodlaringiz bor? Nimadan daromadlaringiz keladi? Ya'ni umumiy barcha hisob-kitoblaringizni, finansingizni modellashtirishingiz kerak.
Nimaga bu narsa kerak? Qachonki mana sotuv bo'limiga, marketologlarga oylik ajrataman degan vaqtingizda sizda fin model bo'lmasa, raqamlar bo'lmaydi, ko'rsatkichlar bo'lmaydi. Ko'rsatkichlarsiz ularga oylik ajrata olmaysiz, ko'rsatkichlarsiz o'zingiz sotuvlaringizni oshkora olmaysiz, ko'rsatkichlarsiz o'zingiz nima qilayotganingizni, qayerga ketayotganingizni plyusdamisiz, minusdamisiz bilmaysiz. Aynan mana shu ikkita etap siz uchun juda ham muhim hisoblanadi. Uchinchi eng muhim etap bo'ladigan bo'lsa, bu audit qilinishi kerak. Ya'ni sizni mijozingizni portretga qarang. Buni haqiqiy ehtiyojlari nimada? Aslini olganda nima xizmatlar uchun pul to'layapsiz sizga patsientlaringiz? Patsientlaringiz o'rtacha yoshi, asosiy mana qayerdan murojaat bo'ladi sizga? Toshkent shahridanmi, viloyatdanmi? Asosiy daromadlaringiz qayerdan sizda? Misol uchun, laboratoriyadan yaxshi daromad tushadi, statsionar xizmatlardan yaxshi tushadi, operatsion xizmatlardan tushadi, balki ambulatordan sizga yaxshiroq daromad keladi. Aynan mana shularni aniqlab audit qilib olishingiz kerak. Mijoz portretida audit qilayotgan vaqtda mijoz portreti juda ham muhim. Misol uchun mana qarang. Urologni mijozini portreti bilan ginekolog mijozini portretining o'rtasida yer bilan osmon chiqadi. Ikkalasini dunyoqarashi, ikkalasini fikrlashi umuman ikki xil. Ikkalasini qaror qabul qilishi, ikkalasini to'lov qobiliyati umuman ikki xil. Shuning uchun ikkalasiga siz ikki xil taklif qilishingiz kerak. Siz mnogoprofilli klinikadirsiz. Sizda ham urolog bor, ham ginekolog bordir. Kelinglar, urolog ham bor, ginekolog ham bor deb taklif bermaysiz. Siz urolog xizmatlaridan foydalanadigan mijoz portretdan kelib chiqishga taklif berasiz. Ginekologni mijoz portretidan kelib chiqishga misol uchun ikkalasidagi farqlarni ko'p aytib beraman. Mana bitta misol keltiraman, o'zingiz tushunib olasiz. Misol uchun target reklamalar yoqiladigan bo'lsa, urologiya xizmatlarida misol uchun aytaylik, mana misol keltirayman, oxirgi bo'lgan proyektni misol keltirayman. $3 nomer tushyapti. Reklama berilayotgan vaqtida check-up xizmatlariga urolog o'zining konsultatsiyasini oladigan bo'lsa, urolog 300 minglik konsultatsiyasi $3 lik tushyapti. Lekin umumiy hisobda bitta patsientda o'sha olib kelish narximizni bizga $30 ga aylanadi. $30 sarflaymiz o'sha patsientning kelishiga, ya'ni ham konsultatsiya, ham check-up, ham hokazo xizmatlardan foydalanishga. Ginekologiya yo'nalishida bizga 0.5 dan tushyapti. 6 barobar arzon tushyapti lit narxi. Lekin bitta patsientni o'zimizga jalb qilishimiz kerak. Va chekimiz 200 ming so'm. Buni konsultatsiyasi ginekologga 200 ming so'm, urologga 300 ming so'm. Ya'ni lit arzon tushgan taqdirda ham ayollar segmentida nomer arzon zaryadkalar arzon tushgan taqdirda ham ularni qarab qabul qilish mumkin. Eridan so'ray, o'ylab ko'ray, qaynonam ruxsat bermaydilar, va hokazo pulim yo'q, va hokazo muammolar juda ham ko'p bo'ladi ayollar segmentida. Erkaklarda murojaat kamroqdir, lekin ularni qaror qabul qilishida farq bor. Ya'ni ayollar ko'proq emotsional qaror qabul qiladi, irratsional qabul qiladi. Erkaklar bo'lsa so'z miyada ratsional qarorlarni qabul qiladi va ularni qarorgacha bo'lgan etabi qisqaroq ayollar bilan bo'ladi. Chunki ayollar bilamiz, juda ham hamma tomonlama o'ylashi va buni bahona ham bo'lmaydi. Eridan ruxsat so'rashi, qaynotasidan ruxsat so'rashi kerak bo'lgan holatlar bor. Hattoki o'zini sog'lig'i uchun bo'ladigan bo'lsa, bizani internetda uchilgan holat, bunaqa holatlar juda ham ko'p. Shuning uchun ham har birini yo'nalishda alohida mijozini portreti alohida bo'ladi. Yoki mana bolalar bilan ishlaydigan bo'lsangiz, bepul bo'ladigan bo'lsa yoki boshqa holatda bo'ladigan bo'lsa, siz taklifni onalarga berasiz, lekin oxirida qarorni ota qabul qiladi baribir. Lekin sizning xizmatingizda bola foydalanadi. Sizning sotuv modelingiz 3 burchak ustida quriladi. 3 burchak ham ota, ham ona, ham bola. Shuning uchun ham har bitta xizmatingizdan foydalanadigan mijozlar o'zining portretlari, o'zining holatlari mavjud. Yoki mana birgina yo'nalishni o'zi, misol uchun birgina urologiya yoki birgina ginekologiyani o'zida, yoki birgina endokrinologiya, kardiologiyani o'zida ambulatoriya xizmatlar bor, laboratoriya xizmatlar bor, statsionar xizmatlar bor, operatsion xizmatlar bor. Hammasiga takliflar har xil bo'ladi. Chunki siz qo'pol bo'lsa ham sotuv so'zini eshitaman, to'rttalasini to'rt xil narsa sotasiz. Ambulatoriyada siz vrach tajribasini sotasiz. Laboratoriyada siz raqamlarni sotasiz. Statsionarda siz qo'ykalarni sotasiz, qo'ykalarni arendaga berasiz. Operatsiyonda siz riskni kamaytirishga siz bir vaqtda o'zida mana to'rtta yo'nalishda bir xil taklif berishingiz mumkin. Endokrinologiya yo'nalishida, ginekologiya yo'nalishida, urologiya yo'nalishida mana shu to'rtta xizmat taklif qiladigan bo'lsangiz, mana shu to'rtta xizmatingizdan foydalanuvchi mijozni portret to'rt xil bo'ladi. Ular to'lov qobiliyati to'rt xil bo'ladi. Ularning ehtiyojlari har xil bo'ladi. Ularni qilayotgan sotuv strategiyasi to'rt xil bo'ladi. O'zi aslini olganda biznes modelingiz to'rt xil yo'nalish uchun to'rt xil bo'ladi. Fin modelingiz ham to'rt xil bo'ladi. Org strukturangiz ham to'rt xil bo'ladi. Shuning uchun ham aynan sotuv bo'limini tashkillashtirayotganda audit tushunchaga aytayotganimiz juda ham muhim hisoblanadi. Agarda siz mijozingiz kimligini bilmasangiz, mana bunga taklif berishni bilmaysiz.
Mana mijozingizni bilmasligingizni birgina savol bilan isbotlab beraman. Sizning mijozingiz kim? Kim? Aytasiz, mana javobingiz katta ehtimol kasallarga xizmat ko'rsatasiz. Nima sotasiz? Shu tibbiy xizmatlar. Yo'q, aslini olganda sizning mijozingiz umuman boshqa inson. Siz tibbiy xizmatlar sotmaysiz. Siz insonlikni umid sotasiz. Siz davolanish sotmaysiz aslini olganda. Insonlar sizni davolanish uchun pul bermaydi. İnsanlarga umid tuzalib ketish hissiyotini. Aynan mana shu uchun sizga to'lovlarni boshlayishlar. Shuning uchun ham siz sotuv bo'limini tashkillashtirayotganingizda alohida hammasiga e'tibor berishingiz kerak. Alohida qadamlarni bosib o'tishingiz kerak. Sizga bir gapni aytaman, bu ham tibbiyotga o'xshaydi. Sotuv ham tibbiyotga o'xshaydi. Faqatgina tibbiyotda insonning anatomiyasi, ichki o'sha organlari hujayra darajasida o'rganiladigan narsa. Butun proses insonning organizmidagi butun holatlar hujayra darajasida o'rganiladigan bo'lsa, sotuv ham xuddi shunaqa. O'sha hujayra darajasida o'rganiladi. Faqat insonning portreti, ehtiyojlar, uning og'riqlari, uning turli qobiliyatlarini, uning uchun aslida o'g'in siz tanlayotganini, unga aslida nima kerakligini, emotsional holatini aynan hujayra darajasida sotuv. Sotuv siz o'ylaganingizdan ko'ra anchagina murakkabroq proses, anchagina buning ustida ishlanish kerak. Agarda siz yolg'on gapirib sotmayman, aldab sotmayman deydigan bo'lsangiz, va biz ham aynan mana shu tarafdorimiz. Patsientlarga to'g'ri qiymatlar, yolg'on va'dalarsiz, aldamasdan to'g'ri qiymatlarni, to'g'ri takliflarni berish orqali xizmatlarni sotish tarafdorimiz. Demak, birinchi navbatda org strukturani tashkil qilishingiz kerak ekan, ikkinchi navbatda film model yo'lga qo'yishingiz kerak ekan, uchinchi navbatda auditlarni amalga oshirishingiz kerak ekan, to'rtinchi eng qilishingiz kerak bo'lgan ishlardan biri bu to'g'ri jamoani yig'ish. O'zingizni sotuv bo'limingizda to'g'ri komandani yig'ishingiz kerak. Sizga rekruter kerak birinchi navbatda. Sizga marketolog kerak, sizga targetolog kerak, sizga mobilograf kerak, sizga sotuv menejerlari guruh kerak. Va siz bularni hammasini bitta maqsad yo'lida to'g'ri KPI'larni qo'yib, to'g'ri bonus tizimlarini yo'lga qo'yib, to'g'ri maqsadlarni yo'lga qo'yib, to'g'ri missiyalarni yo'lga qo'yib birlashtirishingiz kerak. Faqat pulni o'zi, faqatgina sotuvlarni o'zi jamoani birlashtirmaydi. Qadriyatlar ham to'g'ri bo'lishi kerak, maqsadlar to'g'ri bo'lishi kerak, oldingizga qo'ygan missiyalar to'g'ri bo'lishi kerak. Aynan mana shu orqali butun bir boshli jamoani yig'a olsangiz, ana o'shanda marra sizniki bo'ladi. Xo'p, mana bu sotuv bo'limlarini tashkillashtirish bo'yicha qisqagina uni ahamiyati haqida yuqorida aytilgan o'sha shifokorlar ketib qoladigan bo'lsa, qanaqa qilib patsientlarni o'zi bilan olib ketib qolish bilan bog'liq muammolarni qisqacha yechaman. Siz aytishingiz mumkin, sotuv bo'limi qanaqa yordam beradi? Boshida zapros shunaqa edi-yu, qanaqa qilib shifokor ketib qolgan vaqtida o'zi bilan patsientlarni olib ketib o'tdi. Mana shu jarayonni to'xtatsak bo'ladi-yu. Sotuv bo'limi qanaqa yordam beryapti bunga? Sotuv bo'limi nima funksiya bajaryapti? Endi mana siz oldingizga tushuntiraman. Birinchi kontakt, agar siz sotuv bo'limini quradigan bo'lsangiz, sotuv voronkalarni ishlab chiqaradigan bo'lsangiz, birinchi kontakt bu sotuv menejerlari bilan bo'ladi. Sotuvchilaringiz bilan bo'ladi. Yani sizde ijtimoiy tarmoqlardagi profilingiz bilan bo'ladi. Sizda klinikangizni nomi bilan bo'ladi, sizda klinikangizni brendi bilan bo'ladi. Davolanib bo'lgandan keyin ham doimiy kontakt sizning klinikangiz nomidan bo'ladi, sizning klinikangiz brendi bilan bo'ladi. Sizning operatorlaringiz alohida chiqishadi. Uni holati, uni sog'lig'i, salomatligi bo'yicha hamma zaproslarga to'g'ri shifokor javob berishi mumkin, shifokor uni davolashi mumkin, shifokor unga to'g'ri yo'nalishlarni berishi mumkin. Lekin emotsional kontaktni patsientlaringiz bilan aynan sotuv bo'limida. Sizga bir gapni aniq qilib ayta olaman, sinovdan o'tgan narsa, qachonki insonlar bilan, bemorlar bilan emotsional kontakt yo'lga qo'ysangiz, ular sizdan hech qachon voz kechishmaydi. Ular sizdan hech qachon voz kechishmaydi, qachonki emotsional kontakt yo'lga qo'ysangiz. Sotuv bo'limi aynan patsientlar bilan emotsional kontakt yo'lga qo'yadi, u ko'prik bo'lib beradi o'rtada. Siz va sizning klinikangizda o'rtasidagi patsientlar uchun. Aynan siz mana shu narsani yo'lga qo'ysangiz, ertaga shifokorlar ketib qolgan taqdirda ham emotsional ko'prik borligi, emotsional kontakt borligi, o'rtadagi muloqot borligi tufayli ham sizdan katta qism auditoriya ketib qolmaydi. Yuqoridagi fikrlarimni eshitib, tinglab, mulohaza qilib, agarda siz o'zingizda klinikangizda sotuv bo'limlarini tashkil qilmoqchi bo'lsangiz, ya'ni shifokorga qaram bo'lmagan holda, shifokordan mustaqil ishlaydigan sotuv voronkalarini ishlab chiqib, patsientlarni mustaqil o'ziga jalb qilib, keyinchalik kengayishni vaqt qilayotgan bo'lsangiz, raqobatchilaringiz bilan tengma-teng kurashishga hozirdan tayyorgarlik ko'rmoqchi bo'ladigan bo'lsangiz,
sotuv bo'limlarini tashkillashtirishda 3 xil varianti bor. Uchalasini ham sizga tushuntiraman. Uchalasini ham o'ziga yarasha plyuslari, minuslari bor. O'ziga ma'qulni tanlaganingiz ma'qul bo'ladi. Birinchi varianti outsource sotuv bo'limlarining xizmatlaridan foydalanish. Ish tez bitadi. Shunaqangi xizmatlar borki, mana siz uchun sotuv bo'limi sifatida ishlab berishadi. O'zlarining tayyor sotuvchilari bor, ruhlari bor, marketologlar va hokazo hamma narsalar bor. Siz hech narsa qilmaysiz, ularning o'zlari xizmatlaringizda sotuvni yo'lga qo'yishadi. Siz faqatgina fiksa berasiz va o'sha sherik qilasiz o'zingizga, sotuvlardan foyda olishadi. Buni yaxshi tomonlari. Ishingiz tez bitadi, tezda yo'lga qo'yishadi. Birinchi sotuvlarni yo'lga qo'yasiz bo'ladi, bosh og'riqlar bilan o'ralashmaysiz. Lekin buning bitta katta yomon tomoni bor. Har bitta klinika o'zi aslini olganda har bitta biznes unikal. Har bitta biznesda foydalanuvchi iste'molchilari, patsientlari ham unikal. Har bitta klinikaga unikal podxod qilinishi kerak. Unikal sotuv voronkalari ishlab chiqish kerak. Unikal sotuv strategiyalarini ishlab chiqish kerak. Unikal sotuv tizimlari yo'lga qo'yilgan bo'lishi kerak. Outsource sotuv bo'limlarida asosan shablon variantida ishlatilishi mumkin. Shablonlar orqali sotuvlarni siz kutgan natijani ololmaslik ehtimoliniz bor. Va bundan tashqari outsource bo'lganligi uchun siz sotuv bo'limining ichkarisiga kirib, ichkaridagi muammolarni to'liq ko'rib, ularni bartaraf qilishingiz ozgina qiyinroq bo'ladi. Bu protsessda murakkabroq bo'ladi. Ya'ni bu rezultat beradimi? Da, beradi, lekin siz kutganchalik tizimli bo'lmasligi ehtimoli yuqori, chunki asosan umumiy shablonlar asosida ishlashadi va sizga o'xshagan yana o'nlab, 20 lab yoki 100 ga yaqin klinikalar bilan, boshqalar bilan ishlashaveradi. Sizga kamroq vaqt ajratishlari mumkin, sizning patsientlaringiz, mijozlaringizga. Siz xohlaganday podacha qilmasliklari mumkin, to'g'ri ma'lumotlarni bermasliklari mumkin yoki ba'zi bir yana nojo'ya holatlar yuzaga kelishi mumkin. Mana shu tomonlari bor outsourceda. Outsourcega ishlash ozgina qiyinroq va murakkabroq proses. Boshlab olish oson, lekin kontrol qilib olishingiz, natija qilib olishingiz ozgina murakkabroq, chunki unikal takliflar berishingiz kerak, unikal sotuv strategiyalarini ishlatishingiz kerak. Hamma klientlarni qoldirib, o'sha 10 ta klinika bilan ishlaydigan bo'lsa, 9 tasini bir chetga surib, faqat siz bilan ishlolmaydi outsource bo'limlari. Shuni hisobdan olasiz. Shuning uchun ham unchalik tavsiya qilmayman outsource xizmatlardan foydalanishingizni. Ikkinchi variant bu podключ sotuv bo'limini qurib berishadi. Siz agar o'zingizda in-house quraman, klinikani sotuv bo'limini quraman deydigan bo'lsangiz, shunaqa mutaxassislar bor. Komanda yig'ishadi, o'qitishadi, sotuvchilarni seriallarni qo'yishadi, hammasini qilishadi, podключ qo'yib berishadi, ishlaydi, yuradi. Lekin ular o'sha fiksasini olib bo'lgandan keyin 2-3 oy davom etgan prosesdan keyin chiqishsa sotuv bo'limining ichidan ertaga qanaqadir o'zgarishlar bo'ladigan bo'lsa, sotuvchilaringiz ketib qoladigan bo'lsa yoki yana qanaqadir problemalar bo'ladigan bo'lsa, sotuvlaringiz pasayib ketadigan bo'lsa, nesezonniy vaqtda keladigan bo'lsa, har xil risklar yuzaga kelgan vaqtda sotuv bo'limini siz qurmagansiz, siz o'zingizni qo'lingiz bilan qilmagansiz, siz uni o'zingiz tuzata olmaysiz, siz uni yo'lga qo'yib ola olmaysiz. Ular qurib bergan vaqtida, ular mana sotuv bo'limining ichida bo'lgan vaqtida ishlaydi, lekin ular chetga chiqishi bilan hamma narsa o'z yelkangizga qolishni boshlaganda, sirazu ular qurib bergan sotuv bo'limi ishlamaslik ehtimoli yuqori. Muammo ular noto'g'ri qurib berganda emas, muammo noto'g'ri sizga tizimlashtirib berilganligida emas. Siz sotuv bo'limini protsessini tushunmaganingizdan, sotuv bo'limini siz o'zingiz qo'lingiz bilan qurmagansiz-da, uni past-balandini bilmasligingizda, siz uni boshqara olmasligingizda. Aynan shu tufayli ham katta xarajat qilasiz, podключ sotuv bo'limini qurib beradigan bo'lsa, ishlaydi, tez natijaga chiqadi, lekin qisqa muddatdan keyin u ish faoliyatini to'xtatishi mumkin bo'ladi. Sotuvchilaringiz bir marta ketib qolgandan keyin, 5 sotuvchini olib, o'qitib tayyorlab, sotuvlar boshlanadi, 2-3 sotuvchisi ketib qolgandan keyin o'zi siz yangi sotuvchilarni naborini yig'ib, ularni o'qitib, ularni tayyorlab, ularning sotuvlarini qilish qo'lingizdan kelmasligi ehtimoli juda ham yuqori. Chunki siz sotuv bo'limini o'zingiz qurmagansiz, siz sotuvchi emassiz, siz keyin egasiga pishqorsiz. Shuning uchun ham bu variantning risklari anchagina katta. Ikkinchi variant bu uzoqroq yo'lni bosib o'tasiz. Anchagina o'zingizning ustingizda ishlashingiz ham to'g'ri keladi. Lekin bu kafolatli yo'l hisoblanadi. Bu kerakli shu sotuv bo'limini qurish bo'yicha bilimlarni olasiz, tajribalarni to'playsiz, asoslarni o'rganasiz, qanaqa qilib boshqarishni tushunasiz va o'zingizning qo'lingiz bilan o'zingizning klinikangizga o'zingiz sotuv bo'limini qo'yasiz. Buni zo'r tomoni, sizdan yaxshi bu biznesingizmi, klinika biznesingizda sizdan yaxshi bu biznes tushunadigan odam yo'q.
Sizdan-da yaxshi buni past-baland tushunadigan odam yo'q. Ayniqsa klinika yo'nalishida. Ishoning, quruvchiga sotuv bo'limi qurib berish, ishlab chiqaruvchiga sotuv bo'limini qurib berish yoki boshqa bir magazinlarga yoki bir boshqa sotuv punktlariga qurib berish oson, lekin tibbiyot yo'nalishida sotuv bo'limini qurish juda ham murakkab proses, juda unikalniy ish sababi tibbiyotda o'zi boshqa bizneslarga o'xshamaydi. Klinika biznesi umuman boshqa biznes modellarga o'xshamaydi. Juda ham ko'p bizneslarda turfa xil retail biznesda ishlab chiqarish, ulgurji savdo yoki boshqa bizneslarda, misol uchun avtosalonlarda yoki qurilish biznesida ishlagan juda ko'p instrumentlar, restoranlarda ishlagan instrumentlar bu klinikada ishlamaydi. Klinikani o'ziga xos unikalligi bor. Siz o'zingizni qo'lingiz bilan quradigan bo'lsangiz, sotuv bo'limingizda siz mana shu unikallikni bosib o'tgan tadbirkorsiz. Siz o'zingizni klinikangiz past-balandini bilasiz, bozorda bilasiz. Siz o'zingizni patsientlaringiz portretini, o'zingizni biznesingizdagi past-balandlarni juda ham yaxshi bilasiz. Ana shularni hisobga olib, o'zingiz uchun sotuv bo'limini quradigan bo'lsangiz, mana bu siz uchun perfekt natija bo'ladi. Mana bu siz uchun haqiqiy kafolat bo'ladi. Mana bu siz uchun o'nlab yillar davomida ishlab beradigan asos bo'ladi. Buni uy qurishga o'xshatsa bo'ladi. Mana outsourceda birovning uyiga borib yashab turish misolini keltirsak bo'ladi. Qo'shningiz uyiga boryapsiz, yashab turibsiz, bitta xonasini ijaraga olib, ertaga qanaqadir muammo bo'ladigan bo'lsa, boshqa bo'ladigan bo'lsa, baribir o'zingiz emas. Nima bo'ladigan bo'lsa, ikkinchi varianti qurdirib beryapsiz. Podключ quruvchi kompaniyalarga uyingizni qurdiryapsiz, bo'ldi, yashayapsiz ichida. Ertaga qanaqadir o'zgartirish kiritaman degan vaqtingizda yoki ichkarisini o'zgartiraman degan vaqtingizda, qayta rekonstruksiya qilaman degan vaqtingizda yoki boshqa problemaga yuzaga kelgan vaqtingizda siz uyni qurmagansiz, siz uni to'liq past-balandini bilmaysiz. Ikkinchi varianti, o'zingiz boshchilik turyapsiz hamma protsessni, o'zingizni nimalaringiz asosida, strategiyalaringiz asosida o'zingiz 10 yillikni, 15 yillikni ko'rib, keyinchalik qanaqa xohishlaringizga qarab, uyda yashashni xohlashingizga qarab o'zingiz quryapsiz. Mana bu uy umuman boshqacha bo'ladi. Undagi yashash komforti umuman boshqacha bo'ladi. Unda haqiqatdan ham maza qilib yashaysiz. To'g'ri, ikkinchisida, misol uchun ikkinchi variantda kimdir sizga qurib berdi, o'zi dizayn qildi, o'zi materiallarni tanladi, qurilish materiallarini o'zi ustalarini olib keldi deb, o'zini miyasidagi uyni qurib berib ketdi. Siz uyga kirib to'g'ri yashashingiz mumkin, lekin komfortni ola olmaysiz. Undagi emotsiyani ola olmaysiz, unda maza qila olmaysiz. Bu sizni rejalaringizga to'g'ri kelmasligi mumkin, balandligi, kengligi va hokazo dizaynlar siz xohlaganidek bo'lmasligi ehtimoli juda ham yuqori. Chunki o'zini didi bilan sizga qurib berib ketgan xolos. Siz shunchaki pul bergansiz. Bu 1 oy, 2 oy, 3 oy, 1 yil yashaganingizdan keyin bu uy sizga noqulaylik tug'dira boshlaydi, yoqmay qoladi va yana uni buzib qaytadan qurishga o'tishingiz mumkin. Uchinchi variant eng to'g'ri variant hisoblanadi. Ya'ni o'zingizni didingiz, o'zingizni vkusingizdan kelib chiqib, o'zingizni dizaynlaringiz asosida o'zingizga yoqadigan uyda o'zingiz tepasida turib qurishingiz. Sotuv bo'limi ham aynan mana shunaqa. Agarda siz 3-tanlovni qabul qilib, men o'zimning klinikam unikal, mening patsientlarim unikal, men o'zimning biznesini juda ham yaxshi tushunaman, juda ko'pchilikka ishonmayman, o'zimni qo'lim bilan qurishni xohlayman, kelajakda konkurentlarimni o'tib ketishni xohlayman, ertaga vrachlar bilan kim ketib qoladigan bo'lsa ham patsientlarni olib ketib qolmasin, mustaqil patsientlar oqimini yo'lga qo'yishni xohlayman deyotgan bo'lsangiz, o'zingizni klinikangizni sotuv bo'limini qurmoqchi bo'ladigan bo'lsangiz, sizda maxsus sotuv kodi deb nomlangan loyihani taklif qilaman. Maxsus sotuv kodi degan loyihani ishlab chiqaman, faqat klinika egalari uchun. Bu loyiha haqida hozir to'liq ma'lumotlarni beraman, undan oldin o'zimni tanishtirib o'tsam. Ismim Ulug'bek. 5 yildan beri tibbiy xizmatlarni sotuvi bilan shug'ullanaman. Oddiy sotuvchilikdan tijorat direktori lavozimigacha bo'lgan yo'lda bosib o'tdim. Aksariyat 90-95% holatlarda faqatgina tibbiy xizmatlarni sotuvi bilan shug'ullanganman. Laboratoriya xizmatlari ham, ambulator xizmatlar ham, statsionar xizmatlar ham, BAT kompaniyalari ham yoki boshqa operatsion xizmatlari ham sotuvi bilan shug'ullandim. Birinchi ish faoliyatimni Numa Family, Numa diagnostik kompaniyalarida boshlaganman. Bu kompaniya o'sha diagnostika xizmatlarini, laboratoriya xizmatlarini hamda BAT mahsulotlarini sotuvi bilan shug'ullanadi. Bundan tashqari Effect Herbals kompaniyasi ham xuddi mana shunaqa xizmatlar bilan, shunga o'xshash kompaniyalarni, shunga o'xshash xizmatlar bilan shug'ullanuvchi kompaniya. Bu yerda faoliyat yuritdim. Undan keyin esa Top Kontakt kompaniyasida tijorat direktori lavozimida faoliyat yuritdim.
tijorat direktori sifatida Top Contact kompaniyasida ishlagan vaqtimda umuman olganda Top Contact kompaniyasi mana ro'yxat chiqadi mana shu yerda. Mana shu ro'yxatdagi klinikalar, tibbiyot muassasalariga outsource sotuv bo'limi sifatida faoliyat ko'rsatgan va ularga sotuv bo'limlarini qurib berish, sotuv bo'limlarini tashkillashtirish, call centerlarni tashkillashtirish vazifalarini o'zini bo'yniga olgan. Bemalol ko'rib, tanishib chiqsangiz bo'ladi. Aynan mana shu kompaniyada tijorat direktori sifatida faoliyat ko'rsatgan. Bundan tashqari o'zimni o'sha Xlogo, Xpower kabi startap loyihalarimni yo'lga qo'yganman. Ular ham aynan tibbiyot yo'nalishiga ixtisoslashgan. Ya'ni o'sha sun'iy intellekt bilan integratsiya qilingan holda logopedik xizmatlar, ortiqcha vazndan xalos bo'lish uchun xizmatlar, endokrinologik xizmatlarga yordamchi sifatida faoliyatini yuritgan. Bu loyihalar Xpower hamda Xlogo loyihalari o'zimning shaxsiy startap loyihalarim hisoblanadi. Hozirda test bosqichlardan yaxshi muvaffaqiyatli o'tdi. Endi keng ko'lamli ishlar yo'lga qo'yilish arafasida bo'lib o'tadi. Xo'p, sotuv kodi loyihasi bu qanaqa loyiha? Bu loyiha faqatgina aytganimdek, 3-tanlovda qabul qilganlar sotuv bo'limini o'zining klinikasida qurmoqchi bo'lgan klinika egalari uchun bo'ladi. Individual tarzda bo'ladi, chunki har bitta klinikani individual podxod qilinishi kerak. Ularning strukturasi alohida individual bo'lishi kerak. Birinchi bosqich bu aynan klinika egasi bilan razbordan boshlanadi. Ya'ni siz va men o'tiramiz va birga bir siz sotuv modeli, sotuv strukturangiz, sotuv strategiyasi, sotuv voronkangizni birga bir razbor qilamiz. Undagi afzalliklar, undagi kamchiliklarni aniq qilib olamiz. Sizning mijozingizning portretini aniq chizib olamiz. Siz bilan aniq bitta produktni yaratamiz va sizning xohishlaringiz, sizning ehtiyojlaringiz, sizning biznesingizga mos bo'lgan, sizning klinikangizga mos bo'lgan bitta model asosida, struktura asosida siz bilan qanaqa tipdagi sotuv bo'limini qurishni kelishib olamiz va aynan mana shu sotuv bo'limini qurishingiz uchun qaysi etaplarni qanaqa amalga oshirishingiz bo'yicha to'liq darslarni o'tib beraman. To'liq mentorlik bo'ladi, individualli bo'ladi. Bu umumiy guruhda 10 kishi, 5 kishi bo'lmaydi. Birga bir formatda, individual formatda sizni o'sha holatingizdan kelib chiqib, razbordan keyin sizga nima mos kelishini aniqlab olganimizdan keyin aynan mana shu aniqlab olgan ma'lumotlarimiz asosida maxsus mentorlik darslarini amalga oshiraman. Aynan mana shu 8 darsni bosib o'tganimizdan keyin, aynan mana shu 8 darsni o'zlashtirganingizdan keyin berilgan nazariy hamda amaliy bilimlar asosida o'zingizning klinikangizga sotuv bo'limini qurishni boshlaysiz. Sizga roadmap chizib beraman. Aynan mana shu roadmap asosida o'zingizga sotuv bo'limini tashkillashtirishni boshlaysiz. Va sizda mana shu sotuv bo'limini tashkillashtirayotgan vaqtingizda savollar yuzaga kelishi, zaproslar yuzaga kelishi aniq. Aynan podдержка qismimizda siz mana shu savollarga, mana shu muammolaringizga bemalol yechimlarni olsangiz bo'ladi. Ya'ni oddiy qilib aytganda, noldan boshlab to professional sotuv bo'limini yo'lga qo'yib, sotuvlarni boshlab, sotuv bo'limingiz ishlagan jarayongacha men sizni podдержка qilib boraman. Yana o'zimni tanishtirib o'tdim. 5 yildan beri sotuv bo'limlarining ichidaman. Yuqoridagi kompaniyalarda faoliyat yuritganman. Ro'yxatlari chiqdi va mana shu 30 ga yaqin oxirgi 3 oyda klinika egalariga offline formatda treninglarni ham o'tishni yo'lga qo'yganman. Ularni ham men treninglarimga qatnashgan klinika egalari, klinika nomlarini ham mana ro'yxatini videoda qoldiraman. Bemalol ko'rib tanishib chiqsangiz bo'ladi. Agarda siz klinika egasi sifatida o'zingizdagi hozirdan sotuv bo'limini yo'lga qo'yib, yuqoridagi muammolarni hal qilib, vrachlar bilan bog'liq yoki patsientlar bilan bog'liq, sotuvlar bilan bog'liq muammolarni to'liq bartaraf qilmoqchi bo'ladigan bo'lsangiz hamda sotuv kodi loyihamga qatnashmoqchi bo'lsangiz, videoning tagida havola qoldirganman. Mana Instagram akkauntim nomi yoki Telegram akkauntim nomini qoldiraman. Ular orqali menga murojaat qilishingiz yoki sotuv kodi uchun pastdagi ssilka orqali havoladan o'tishingiz shuni o'zi yetadi. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Siz bilan yaqin aloqada yana bir bog'lanamiz.